Bu dunyo birodarlar mehnat, mashaqqat hovlisi, rohat hovlisi emas. Bu dunyoda hamma yo'g'ini tekis bo'lishini kutishlik to'g'ri emas. Agar kim bu dunyoni haqiqatini nima ekanligini tushungan bo'lsa, dunyoni kengligi kelganda quvonmaydi. Bu kengligi ketib qolsa, torlikka kirib qolsa, bunga qayg'urmaydi. Dunyo mushkulalardan iborat. Dunyoda hayotingizda bir kamchilik, nuqsonli bo'lishligi siz bilan bizni birodarlar foydamiz uchun. Faraz qiling, hamma yo'g'imiz 100% bo'lsa, hech muammo bo'lmasa, hech kim o'lgisi kelmay qoladi. Hech qanday bir muammoingiz yo'q, soppa-sog'siz. Dunyo o'shuncha, o'g'il qiz o'shuncha, hamma narsa bor. Allohga yo'liqishlikni xohlamay qoladi odam. O'ylaganda dunyo bir xil turmaydi. Shu o'zgarib turishligi, bir kun bo'lib, bir kun bo'lmasligi Allohning bizga bergan mehribonligi. Qarang, dunyo bir kam dunyo. Qarang, bir odamda puli ko'p bo'lsa, bolasi yo'q. Bolasi bo'lsa, unga sarflaydigan puli yo'q. Bir odamning ayoli soliha, lekin farzandi yo'q. Yana bir odamda qarasangiz, farzandlari serob, lekin bular noqobil. Demak, nuqson, kamchilik bu dunyoda bo'ladi. Bir kam dunyo bo'lishligi siz bilan biz uchun yaxshi birodarlar. Toki shu dunyoda g'am tashvishidan zerikamiz, Alloh taoloning huzuriga ketishlikka oshiq bo'lamiz. O'zi bir odamni dunyoga kelib, mana shu mol, farzand, ayollar, boshqa fitnalardan omon holatda iymoni bilan ketib olishligi katta boylik. Katta boylik. Bir hadis qudsi o'qib beraman. Va izzati va jalali deydi Alloh taolo. La aqbizu abdiyal mu'min va ana uhibbu an arhamahu. Ustimizga kelayotgan kun qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar xursandchilik bilan, rozilik bilan qabul qilishni o'rganamiz agar tushunib yetsak bu hadisni. Alloh taolo hadis qudusida aytadi. Azizligim va ulug'ligimga qasamki, mo'min bandamning jonini olar ekanman, men unga rahim qilishni xohlayman. U qilgan har bitta xato uchun uni jazolayman. Dunyoda o'zida Alloh taolo bizdan gunoh sodir bo'lsa, dunyoda jazolayotganligi yaxshilikni belgisi. Qo'l qarilib qoldi, oyoq qarilib ketdi, mashinani aynagi sinib ketdi, bir musibat keldi, sizga yoqmaydigan ish. Biling birodar, bu sizning foydangizga bo'ldi. Chunki bitta xato o'tgan edi, Alloh taolo shu bitta jazoni berib turib, juda ko'p xatolaringizni yuvardi. Alloh taolo aytadi: "Jasadidagi kasal yoki rizqidagi torlik bilan sinayman, balolayman. Molidagi yoki bolasidagi musibat bilan jazolayman. Shunday qilib musibatning orqasidan gunohlarni yo'raman. Agar undan yana gunoh qoladigan bo'lsa, agar undan gunohdan biror narsa yana qolgan bo'lsa, nima qoldi unga dunyoda oxiriga yetadigan narsa? O'lim sakaroti. O'lim sakarotini qattiq qilaman, oxirida shu bilan yuvib tashlayman deyapti Alloh taolo. Shunda u menga xuddi onasi uni tuqqan kunidagi holidek ro'baro bo'ladi. Demak, Alloh taolo siz bilan bizga bergan har bitta bizga yoqmaydigan kun bizning foydamizga. Tijorat bo'lmayapti. Og'riyapsiz. Qandaydir bir muammo, tashvishga kirib qoldingiz. Mana shularni bari sizning gunohlaringizni kafforat qilyapti, birodar. O'shuning uchun bemor odamni kelgan paytda mana shu narsani eslatishlik kerak. Birodar, qilgan gunohlaringizga kafforat mana shu kunlaringiz. Rozi bo'ling.